Trust bankning vakili, mahalla bankiri Hasanxon ukamiz kelib do'konimizni ko'rdi. Do'konimizni ko'rib, yanada kengaytirish imkoniyati bor, agar xohlasanglar deb yana bir bizga yo'l yo'riq ko'rsatdi. Do'konni ochdik mana. Do'konni ochib o'zimiz oilaviy ish qilamiz. Undan tashqari mahallamizdan 2 kishi, ayol kishidan olib, 2 kishini ish bilan ta'minladik. Ular ham xursand, oson tegdi qo'limizga. Ham to'lovi oz ekan. Qancha oz chiqim bo'lsa hammaga ham yaxshi yo'q, to'g'risida endi. Yana Xudo xolasa shu kreditni yopib, shu do'konimizni kengaytirmoqchimiz. Kengaytirganimizda shu mahallamizni bankiri, yana shu Hasanxon ukamiz bilan yordamida, ko'magida Xudo xolasa shu do'konni kengaytirmoqchimiz. Yana ham ko'p kredit olmoqchimiz.